Xo'p, do'stlar, kanalimiz yangi. Bu kanalda qo'llab-quvvatlashlaring uchun bizlarga podpiska va like tugmalarini bosishni unutmanglar. Kanalimiz rivoji uchun inshaalloh bundan yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, ko'rib turganlaringdek mana shu Malina ko'chat inshaalloh yaxshi, daromadlari ham yaxshi. Xudo xolasa biz ham mana shuni boshlaganmiz. Sizlarga ham tavsiyam, iloji boricha to'g'ri mahalliy nav ham yaxshi, lekin hozir chetdan kelayotgan juda ko'p malinaning xillari bor. Ana shularni qiziq ashyolarni olsanglar, xudo xolasa daromadi zo'r bo'ladi. Ular bizning mahalliy navdan ko'ra hosildorligi yuqori va mevasi yana ham yuqoriroq. To'g'ri, bu mahalliy navlarning ichidagilarda eng yaxshisidan bu Malina ko'chatimiz. Biz mana shuni oldik, ko'paytirdik. Xudo xolasa mevasi pishgan mahalda ham sizlarga bitta video syomka qilamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mavzu uyimizdagi o'sayotgan malina haqida bo'ladi. Xo'p. Malina ko'chatlari juda ko'pchilik insonlar qiziqadi malinaga, malina navlariga, malinaning hosiliga, malina daromadiga. Bu malina o'zimizning mahalliy nav hisoblanadi. Men ham 2 yil oldin, yo 1 yil oldin ekan. Xo'p. 1,5 yil oldin malinaga qiziqib qolganman. Mana shunaqa bahor oylarida malina ko'chatini olib kelganman. Boshida olib kelganimda mana bunaqa holatda edi. Mana ko'rsating. Keling. Mana bunaqa holatda malina ko'chatini 10 tub malina ko'chatini olib kelganman. 10 tub. Mana shunday holatda edi. 10 tubdan mana shu 1,5 yil ichida mana shu bitta agat to'ldi mana. Mana shu ko'rib turganlaringdek mana shu malina ko'chat. Operator o'zimga bering. Xo'p. Mana do'stlar. Xo'p. Mana 1,5 yil ichida, pashti 2 yil mana 2 yil ichida mana shu bitta agat to'ldi mana. Bu hosilga kirdi. O'tgan yil uydagilar o'zimiz hosilini juda maza qilib yeganmiz mana. Eski qurib qo'ygan o'rnlarga mana yangi ko'chat navlarini ekkanmiz mana. E'tiborlaringiz uchun mana bu yil bo'lsa 2026-yilga do'stlar mana bu tomonga malina ko'chatlarini ko'chirganmiz mana. Ko'rib turganlaringdek mana chesnok, xalq tilida sarimsoq piyoz deyiladi. Mana sarimsoq piyozni o'rtasiga ham mana malina ko'chatini ekkanmiz mana. Mana bir qator malina ko'chat ekdik mana. Do'stlar, mana ko'rib turganlaringdek bu bu yilgi ko'chilganmiz. Mana bu chekada ham ekkanamiz, bu o'tgan yilga ko'paytirganlarimiz. Mana. Mana ko'rib turganlaringdek mana 2 qator, bu yilgisi, bunisi yangi bir yilgi ko'chat, bunisi o'tgan yilgi ko'chat hisoblanadi. Do'stlar, xo'p. Bundan tashqari bu o'simlik rezavor o'simlik hisoblanadi. Bundan xo'p, mahalliy navini ham eng yaxshisi bor. Qanday desa bo'ladi? Hozir meva qilgan paytda xudo xolasa mevasini video qilib chiqaramiz inshaalloh. Katta navli bo'ladi. Xo'p. Katta navli bo'ladi. Malina ko'chat mana. Bo'yi mana shu meni bo'yimdan baland mana. Mana bo'ylari meni bo'yimdan baland. Malinani xalq tabobatida ham, xo'p, qon bosimini pasaytirgani ham, to'g'rimi? Qon bosimi tushib ketadi, davleniya tushib ketadi ko'p yesa. Davleniyasi borlar, qon bosimi borlar, malina qiyomini iste'mol qiladigan bo'lsa, xo'p, davleniyasini tushirishga ham juda ham foydali. Rezavor meva hisoblanadi. Do'stlar, mana malina ko'chatlarimizni yonida chiqqan bolalar hisoblanadi, ya'ni bolachalari. Bular zuriyot, yangi zuriyotlar. Mana. Bu taydan chiqaveradi. Bu beyozor bo'ladi. Juda bir ko'payuvchan. Mana 2 yil ichida mana shu agatimiz to'ldi. Hali aytgandek, undan tashqari nayr tomonga ko'chiryapmiz. Xudo xolasa mana bu onar ko'chatlarni ham olib, mana shu o'rtaga ham malina ko'chat ekish niyatidamiz. Malina ko'chatini daromadiga keladigan bo'lsak, sezonida 50 ming, 60 ming ham bo'lib ketadi kilosi kerak bo'lsa. Narxi undan ham oshib ketadi. Xo'p. Bitta bahor, may, iyun, mayda oxirlarida uji mevaga kirsa, mayda oxirlarida mayda oxirlarida mevaga kirib, iyun oylaridan to'liq mevaga kirib inshaalloh to shu kuz, sentyabr, oktyabr, hattoki noyabr oyigacha meva qiladi. Mana shu taydan chiqib qolgan ko'chatidan bir 5 tupini ekib qo'ysalaring ham o'zi
yaxshigina ko'payib ketadi. Mana do'stlar, hurmatli obunachilar, Xudo xolasa sizlar uchun yana ham Malidani boshqa navlarini izlab topib, inshaalloh video syomka qilishga harakat qilamiz. Yoqqan bo'lsa like va podpiska tugmalarini bosishni unutmanglar. Kanalimiz yangi. Inshaalloh